Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz YouTube ishqibozlari. Mana ko'rib turganingizdek, katta yo'llarimiz tayyor holatga kelyapti. Xudo xolasa bugungi videomizda, shu katta yo'llarimiz haqida sizlarga ma'lumotini beramiz. Katta yo'limizni oldi tomonidan ko'rinishlari, eshiklari va tepadagi tozalaydigan joylarni bitkizyapmiz. Yonboshlari deyarli bitgan holatga kelib qoldi, lekin yonboshlarning hali suvurgalari bor, ishlari bor hali. 17-18 sotiklik joyga, o'zi asli 16 sotik, lekin 18 sotik jicha zapas bilan qilib qo'ydik. Bunimiz 9 sotik, 8 sotik joyga, lekin 10 sotiklik qilib tayyorlab qo'ydik. Bunimiz Toshkentga, bunimiz o'zimizning uyga. Ichki holatlari ko'mir holati, ko'mir turadigan qozoni, havo pudaydigan joylari ham ko'mir ham gaz yonadigan katta yo'limiz. Ichki holatlari ko'rinayotgan bo'lsa, listini qalinligi to'rli, kapa tepada joylashganligi uchun jicha bosim yuqori bo'ladiganligi uchun qaroqroq listdan qilib qo'ydik. O'zi asli zakazga 3 ga qilib beryapti. Bosim ko'p bo'lishini inobatga olib to'rli listdan qilib qo'ydik. Mana bu joy ochilgan, bu pastida ham yana ochiladi. Kulini tozalagan, yonmagan ko'mirlarni tozalaydigan eshik qilinadi. Pastida yana bitta. Endi takkos. Mana bu tomonda havo pudaydigani. Ikkovi kelib bunga qo'shiladi, ikkovi o'rtaga bo'lib bitta havo pudaydigan kattasidan qo'yiladi. Mana bunga o'xshab yonboshdan emas, ular ichidan bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu plankalari nari tomondagi list bilan bu listni bir-birini ushlash vazifasini bajaradi. 20 sm bu yog'i 25-30 sm, lekin pasti 20 sm ga qo'yilgan. Bosim katta, ishirib olmaslik uchun qo'yiladi. Hamma katta yo'lga qo'yiladi. Bunga ham qo'ydik. Bunikini jicha qalinroq qilib qo'yib qo'ydik. Bunga keladigan bo'lsak, mana bu o'zimizga qilingan katta yo'l. Oldi ko'rinishidan mana bunday holatda. Ensiz. Uzunligi u darajada uzun emas. Balandligi ham o'rta bo'y. Mana bu kameralar. Profil qo'yilgan bunga. Profil qo'yilib, bu yoq bilan chiqib ketdi. Profilni o'zimiz birinchi marta qo'yyapmiz. Xudo xolasa bosimga chiroyli tarzda chidab bersa, o'zimiz aytgan narsani o'tkazsak, undan keyin xudo xolasa zakazlarga qarab profil ham qo'yib beraveramiz. Ichki holatlari, ko'mirxonasi, havo pudaydigani. Bunisi kul tozalab, yonmagan ko'mirlarni tozalab tushiradigan joyi. Bu eshiklari hammasi suvli bo'ldi mana. Endi shilanglarni moslab qo'yiladi. Hozir bundan ko'ra bu zararlida, hozir mashina bitkizyapmiz. Xudo xolasa 2-3 kunlik ish qoldi. Xudo xolasa. Bu yoqdan ko'rishyapti. Ikkovini bo'yi deyarli bir xil, monustali yopilmadi. Ikkovini bo'yi bir xil. Endi bu tomon bilan bu tomonniki ham deyarli bir xil, lekin buni bu yoq tomoni katta. Bashti bu kvadrat bo'lib qolgan.
Ikkovi ham ko'mir, gazga moslanyapti. Yon orqasini ko'rsatmayapmiz, orqasi mana. Orqa eshiklari ham suvli. Mana bu tepa tomoni. Chiqib qolyapti. Oxiriga demoqda bundan chiqib ketaman. Ichidan suv chiqmagan, qor yog'di bugun. Kartonamiz ichiga qor tushdi. Ichida suv paydo bo'lib qoldi. Demoqda. Katta kerak bo'lsa, ekran ustida mana nomerlarimizni qo'yib qo'ydik. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana bu holatlar. Ularni yangi ko'rayotgan odamlar nima deyish mumkin? Bu listni bir-birini ushlab turadi. Bosim bo'lganda eshilib, nima desam bo'ladi? Ishib ketmaydi. O'shaning uchun qo'ydik. Obuna bo'lishni unutmaymiz. Yoqsa like, kommentariyaga o'z fikringizni bildirib qo'yasizlar degan umiddaman.